Bir o'quvchimizni juda qiziq savoli integral mavzuga taalluqli ekan. Nostandart integral. Qarang, aytayaptiki, fx x ning 5-si qo'shilgan x qo'shilgan 5 va f-1 x teskari funksiya bo'lsa, integral 5 u 7 f-1 x dx ni toping degan savol ekan. Juda qiziq savol. Bu savol juda kamdan kam kelgan. Shu narsani yechim bilan siz bilan tanishtiraman. Qarang, qanday ishlaymiz. Demak, birinchi o'rinda taxminiy mana bu funksiyani grafini chizib olamiz. Taxminiy y x deymiz. Demak, mana bu funksiyani taxminiy grafiki mana shu holatda deb o'ylaymiz. Mana bu nuqtasi 5. Tak, funksiya doim o'suvchi funksiya. Xo'p, mana bu nuqta teskari funksiya bo'lganligi uchun bizaga mana bu yerda 7 bo'ladi. Demak, 7 ni ham mana qilib olib kelamiz funksiyani o'ziga. Olib kelgan vaqtimiz mana bu 5 degani funksiyani o'zi qachon 5 ni oladi degani. Bu degani 0 degani. Demak, 0 da mana 5 ni olar ekan. Va endi funksiyani o'zi qachon 7 ni oladi. Demak, mana bu yerga 7 ni qo'ysak, x topsak x 1 chiqadi. Demak, bizaga so'ralgan mana bu narsa 100 a, mana bu yerdagi 100 ni top degan ma'noda kelyapti. Demak, bu 100 ni qanday topamiz? Biz oddiy integralda biza demak pastni topar edik. Mana bu funksiyani o'zi. Demak, past topar edik, yozamiz qarang. Integral 0,1 funksiyani o'zi mana bu yerga yozamiz. X ning 5-si qo'shilgan x qo'shilgan 5 da x deb yozamiz. Teng deymiz. Demak, buni boshlang'ichini olamiz. X ning 6-si taqsim 6 qo'shilgan x ning kvadrati taqsim 2 qo'shilgan 5 kara x. Buni demak mana boshlang'ichini yozdik. 1 0 ni qo'yamiz. 0 ni qo'ygandan emas, 0 bo'lib ketadi. 1 ni o'zini qo'yib hisoblashning o'zi yetarli. 1 taqsim 6 qo'shilgan 1 taqsim 2 qo'shilgan 5 kara 1 hisoblasak, tak bunga 3 ta beramiz. 2 taqsim 3 qo'shilgan 5, ya'ni 5 butun 2 taqsim 3 bo'lar ekan. Mana bu yuzamiz. Mana bu yerdagi yuzlar shunga teng bo'lar ekan. Lekin mana buni so'ragan, mana bu narsa shu ma'noni bildiradi. Demak, so'ralgan narsani s deb olsak, mana shu narsani s deb olsak, demak yozamiz. S teng 4 burchak yuzi. Mana bu tomon 1, mana bu tomon 7. 1 kara 7 ayrilgan 4 burchak yuzdan mana bu yuzni ayirib tashlaymiz. 5 butun 2 taqsim 3 dan ayirib tashlasak, bizga 4 taqsim 3 degan javob chiqadi. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Mana shuning javobi demak 4 taqsim 3 ekan. Shunari bo'ladigan umiddaman. Yana sizga qanday qiyin savollar qiziqtirsa, bizga tashlang, kommentariyada qoldiring. Albatta sizga yechim bilan ulashamiz.